إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun Qur'oni Karimning grammatikalik tahlili darsimizning 19 darsini o'qiymiz. 19 darsimizda Sura Baqaraning 64-oyatidan 66-oyatgacha bo'lgan oyatlarning grammatikalik tahlillerini ko'rib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Summa tawallaytum min ba'di zalika falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Allah subhanahu wa ta'ala deydi ki şunundan keyin yine bergen va'danglardan yenib oldinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. Aranlardaki shanba kuni biliq tutmaslik to'g'risidagi cheklamadan chatnab ketguchilarni qandoq qilganligimizni albatta obdan bilasizlar. Biz ularga xar maymun bo'lib ketinglar degan edik. Biz bu jazoni ularning zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. Biz endi bu oyat karimning grammatikalik tahlili ko'rib o'tishdan burun şu oyatning qisqagina ba'zi bir so'zlik nuqtasidan berilgan sharhlarga, tafsirlarga qaraydigan bo'lsak, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Summa tawallaytum min ba'di zalik. Allah subhanahu wa ta'ala deydi-ki, ey yahudilar, sizlar Allah sizdan chin ahda ap bo'lgandan keyin Allah sizlarga chin Allah'ның chin ahdisini sizlar qabul qilgandan keyin sizlar bu chin ahdiga vafo qilishdan yenib oldinglar. Falawla fadlullahi alaykum va rahmatuhu. Agar Allohning sizlarga fazli, ya'ni tövbanglarni qabul qilish bilan qabul qilish orqali sizlarga fazli va xatoliklarni afu qilish bilan Allohning sizlarga marhamati bo'lmagan bo'lsa, lakuntum minal khasirin. Albatta sizlar dunyo oxiratda halok bo'lguchilardan, ziyon tortquchilardan bo'lib ketdinglar. Va laqad alimtumul-lazina atadaw minkum fis-sabt. Sizlar biz ularni shanba kunida biliq tutishdan to'sqan turuqliq, shanba kunida biliq tutib muxolifatchilik qilib bizning buyruqimizga osilik qilgan kishilarni qandoq qilganligimizni obdan bilasizlar. Faqulna lahum kunu qirdatan khasiin. Biz ularni maymunga, ular mushu asli inson, normal bir inson bo'lgandan keyin mushundaq xar holatdagi bir maymunga ularni o'zgartirib atdik. Faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha va ma khalfaha va maw'izatan lil muttaqin. Biz bu surati mubaddal qilishni, ularni maymunga o'zgartirib o'tish bu ishini ular bilan zamondosh bo'lib yashagan, shularning davrida yashagan kishilarga ve ulardan keyin keladigan, ular bilan zamondosh bo'lmagan kishilarga ibrat qildik. Ve mev'izatan lil muttaqin, ve Allah subhanahu va taologa taqvolik qiladigan har qanday solih bandalarga pand nasihat va nasihat qildik. Deb Allah subhanahu va taolo, ya'ni Banu Isroilning ayni vaqtda Allah subhanahu va taologa ağanın chin ahdillarini qabul qilgandan keyin, ya'ni Allohningki shariatida cheklagan cheklamalarni tumasdan, buyruqlarini ijro qilmasdan qilgan sarkashliklarga qarta bergan jazolarini Allah bizga bu oyat karimda bayon qilib beryapti. Endi grammatikalik nuqtasidan qolgan vaqtimizda summa tavallaytum min ba'di zalik. Endi bu summa tavallaytum min ba'di zalik, summa hurful atfa. Tevellaytum min ba'd zalik degan bu cümle ismi cümle fi'liye olup
tavallaytum degan bu jumla akhazna degan beshga deb ketgan, akhazna degan jumlaga atba. Endi tavalla pil mazi mabni ala sukun. In tavalla sukunga qatqan o'tgan zaman bu pili tum uning fa'ili bo'lib, urun jihati boshqa ishlab kelgan fa'il. Şunu bunu pillik cümle dedik. Pillik cümle pil, fa'il, mef'ullarını tarakkib topadi. Min ba'd zalik bu jar majrur muzaf ilay min harfi jar ba'd majrur ba'd muzaf zalik muzaf ilay mahallan majrur olup min ba'd zalik degan jar majrur ve muzaf ilayni tarakkib topgan bu birikme tavallaytumga aloqador. Yani tavallaytumning zarf zamani. Yani sizlar ashuningdan keyin qasningdan keyin sizlar Allohga chin ahd berib bo'lgandan keyin yeni oldinglar. Bu ahdanglardan yeni oldinglar sizlar. Falawla fadlullahi alaykum ve rahmetuhu lakuntum minal khasirin. Mana bu cümlemi yani şartlık cümle şekli, lavla bilan boshlangan şartlık cümle şekli. Falawla fa harfi istinafiye. Yeni bir cümlenin boshlanganligini bildiradigan harf bo'lib, lavla harfi imtina lil vujud. Lavla harfi imtina lil vujud, law harfi imtina limtina deymiz albatta. Endi lavla harfi imtina lil vujud degan nima degan gap deganda, yani cümle şartda ma'lum harekatning vujudga chiqqanligi uchun javobi shartda ma'lum harekatning vujudga chiqishini cheklanganligini ifodalaydigan harf. Yani cümle şartda ma'lum harakat vujudga chiqdi, shuning jihatdan javob shartda ma'lum harakatning vujudga chiqishi cheklanganligini bildirgan. Masalan, falawla fadlullah alaykum va rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Navada agar Allohning sizlarga fazli va rahmati bo'lmagan bo'lsa, sizlar ziyon tortquchilardan, halok bo'lganchilardan bo'ldim. Demak, Allohning fazli marhamati ularga bo'ldi. Yani cümle şartda ma'lum harakat vujudga chiqdi. Shuning jihatdan javobi shartda bir harakatning vujudga cheklendi ki, ularning ziyon tortquchilardan bo'lishi cheklandi. Buni ifodalab turadi. Shuningla mana shunday bir harf cümle grammatik qoni yo'q. Endi fazlullah jo'risa fazlullah fazlu muzaf Allahi mudafin ilay olup fadlullah bu mubtada. Endi mubtada demek cümle isimlik cümle deganda da bunun xabar desa bunun xabari mahzub. Tashlangan, yani buni mavjudun deb taqdir qilsak bo'ladi. Bu chuqur tashlanib keldi davomli. Shunga Allohning sizlarga Allohning fazli va rahmati mavjud bo'lmagan bo'lsa, hasil bo'lmagan bo'lsa deb mavjudun hasilun degandek shunday bir xabarni taqdir qilamiz. Alaykum mushu fazlullahninki maf'ulun bi g'ayri siri. Ala urfijar kun majrur. Ve harfattur rahmatuhu rahmatu muzaf uzun muzaf rahmatuhu ma bağlanıcı fadlullah bağlanılgıcı oldu. Ma'tub bilan hukmida bağlanıcı bağlanıcı hukmida. Yani haberli muftadalık hükmünü ötep geldi. Lakuntum minal khasirin. Lakuntum lam bu lavlanın cevabı edildiğin lam. Yani köpünce vaqtlarda lavlanın cevabı da qanday çağda lam keladi, qanday çağda kelmaydi. Bu ayrım bir tema bo'lg'achqa, bu yerda biz bu vaqtda to'xtalmadik. Kuntum kana o'tgan zaman pili, tuluqsiz pil, tum onun ismisi minal khasirin degan jari majrur tashlangan mutaalliq bilan qo'shilib kananinki xabar bo'ladi. Onda da lakuntum minal khasirin degan bu jumla bunu lav degan jazmi o'qitmaydigan shartning javobi bo'ladi. Demak, fazlullah alaykum va rahmatu jumla shart bo'liki lakuntum minal khasirin javobi shart bo'liki bo'ldi. Endi lavla odatda bu üç xil yo'lda ishlatilishi ko'p bo'ladi. Ko'pincha bu üç xil holatda ishlatiladi. Biri lavla tavbih ma'nosini ifodalab qildi. Harfi tavbih deymiz. Bu chaqda bu harfi tavbih bo'lish uchun fil mazining beshga tikirgan bo'lishi kerak. Fil maziga xos bo'ladi. Masalan, lavla ja'ta mubakkiran. Attigan kasan umamta. Nimishqa attigan kamisa degandek bir xil koyishni ifodalab turadi. İkincisi bu lavla tahdiz uchun keldi.
Yani qiziqlantirish uchun keladi. Bu chaqda bu film muzarining beshti keladi. Lavla tunzirul musir. Sizlar mush namrat odamga qiyinchilik bor kishiga sen bir muhlat bergan bo'lsang, deb bir muhlat berishga qiziqlantirish. Demak, mozining beshti kelsa nima qilish, koyish, ogohlantirishni ifodalasa, muzarining beshti kelsa qiziqlantirish, rag'batlantirish ma'nosini ifodalab keladi. Üçüncüsü bu harf şart gayri cazim bo'ladi. Yani şart vasılıdır ama cümle şart yoki cevabı şartlarni bunda bir cezm o'qitish yo'li bo'lmaydi. Yani harf şart gayri amil bu cezmilik yine bunda xususiyatiga ega bo'lmagan ama şart ma'nosini ifodalab keldi. Bu chaqda bunda bo'lib kelganda biz bayam oyat karimda o'tgandek harf imtina la vujud deb keladi. Yani bu çağda bu iki tane cümlenin beş kişidir. Birisi cümle ismiye, yani birisi cümle fiiliye oldu. Cümle ismiye cümle şart kısmı oldu. Cümle fiiliye cevabı şart kısmı oldu. İki cümlenin beş kişidir. Şartlık cümle oldu. Cümle şart ve cevabı şart oldu. Bu çağda nimi mani ifadeydiyorsa merdişimiz iki cümlenin ikincisi birincisinin mevcut boğallık sebeplik çekilmedi. Yani iki cümlenin cümle şart ve cevabı şart demek iki cümlenin ikincisi cevabı şart ki işaretinin vücut çıkışı çekilmedi. Birinci cümleninki vücut çıkanlık sebeplerine cümle şartta malum işaretinin vücut çıkanlık sebeplik degen koşar. Degandek mındak ma'no bildirdi. Mesela lavla Halidun la safartu. Halid bo'lmagan bo'lsa safar qildim dedik. Demek Halid'in endi safar qilish cheklandi. Nima uchun desa Halid bo'lganligi uchun. Lakuntum minal khasirin. Ularning halok bo'lishi, ziyon taqiblardan bo'lishi cheklandi. Allohning ularga fazli marhamati mavjud bo'lganligi uchun degandek. Endi biz bu cümlelerge umumiyan qaraydigan bo'lsak, mesela summa harfat bu tavallaytum degan cümle bu şu 5'teki veyiz ahazna degan cümlege at bo'lg'achqa fi mahalli jar deymiz. Yine o'rincha teglik ko'zlab kelgan deyishimiz veyiz ahaznaga at bo'lganligi uchun ahaznaning jumla grammatikal qonuni fi mahalli jar bo'lganligi uchun shunga atba. Endi Pelevladaki levla fadlullah aleykum ve rahmetu degan bu cümle istinafiye. Fa hurufi istinaf bo'lgan ama cümle istinafiye oldu. Endi kuntum cümle istinafiye olup cümle şart. Kuntum minel khasirin bu cevabı şart. Yani cezme hükmetken şart vasıtının ki cevabı levla fadlullah mesela cümle şart bulup bunda kullanıldı. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ تِكِ وَوْ hurufu istinafiye. وَوْ harf istinaf buldu. وَلَقَدْ تِكِ lam çoğrusu lam taşlangan qasamning cevabı kelgan lam. Lam muattalil qasam deymiz. Qasamning cevabı kelgan lam. Yani çünkü velaqad deb kelsa, laqad deb kelsa, vallahi deb tercüme qilishimizning sababi shu. Laqad alimtumul-lazina i'tadaw minkum fis-sabt. Sizlarning aranglardan bo'lgan, sizlarning ichinglardan bo'lgan shanba kunlikning hukmida, ya'ni shanba kunlikda bilik tutmanglar degan mush hukmda chatnab ketgan. Bu hukmdan chatnab ketgan kishilarni qandoq qilganligimizni sizlar obdan bilasizlar, dedi Alloh subhanahu va taolo. Shu yerda vallahi degan bir qasamning javobi kelganlar bo'ldi. Qat harfi tahqiq, ya'ni cho'qim, jazman degan ma'noni bildirdi. Film mazinin beşikası ama film muzarining beşikası ihtimal, mümkün, bazılarga ma'ni bildirdi. Ama filning faili Allah bo'lgan chaqda, ya'ni fil Allah qisnat qilinganda film muzari bo'lsa-mu, o chaqda chuqum ta'kid ma'nosini bildirdi. Shak ma'nosini ifodalamaydi. Alimtumul lazina atadaw minkum fis-sabt ki alima bu film mazi sukunga qatqan, tum uning tutash kuchlik almash tutash kalmash olup bu fail. Demek alimtumul lazin atadawdum bu cümle hemiz ahirqicha fillik cümle degan bo'ldi. Endi allazina alima degan filning maf'ulun bihi olup ismul mavsul
mef'ulun bi. İsim mevsul olurken onun silikinde i'tadav minkum mesela i'tadav minkum fi sabti yani allazina degan isim mevsulunun silisi olan cümlesi hesaplanadi. İsim mevsulundan bo'lgan maqsad muratni aydınlaştırıp bergichi, yuritib bergichi bo'lgan cümle hesaplanadi. i'tadav endi fiil ve fa'il. i'tada fiil ve onun fa'ili bu cümle isim mevsulunun silisi cümle gramatikal konuyor. Minkum jar mecrur taşlangan mutaalliq bilan qo'shilib i'tadav degan fiilning fa'ilidan hal. Sabti jar mecrur bo'lib i'tadav degan fiilninki zarf zamani bo'ldi. Qachon? Shanba kunida. Faqulna lahum kunu qirdatan khasin. Sizlar abdan bilasizlar, bizning ularga har maymun bo'lib ketinglar deganligimizni abdan bilasizlar. Buni chaqnab ketgan kishilar qanday jazoligimizni abdan bilasizlar, ularni kunu qirdatan deganligimizni ham sizlar abdan bilasizlar buni. Faqulna fa huruful atba qulna fiil ve fa'il umumisi fiillik cümle i'tadav degan fiillik cümlege ism mevsul silisi atba lahum jar majrur qulnaga aloqador qulnaning maf'ulun bi g'ayr siri kunu qirdatan xasiin mushu niminki qalining qulnadagi qalining jumladan kelgan maf'ulun bi maqala qavldagi jumladan maf'ulun bi kunu bu tuluqsiz fil naqis buyruq şeklinde kelgan tuluqsiz fil olup sukun mush oxirgi nunning tashilishiga mabni vav uningki ismisi qirdatan uningki xabar bo'ladi. Demak kunu qirdatan sizlar maymun bo'lib ketinglar, maymunga o'zgarib ketinglar dedik degan. Endi xasin nim bo'ladi-sa, xasin birinchi kanining ismidan hal ikkinchi qarash kununingki ikkinchi xabari üçüncü qarash bu xasin qirdatanning sifati. Demak, xasinni nima qilsaqmi bo'ladi? Hal qilsaqmi bo'ladi? Ikkinchi xabar qilsaqmi bo'ladi yoki qirdatanning sifati qilsaqmi bo'ladi? Demak, uch xil yo'l bilan mulohaza qilishga bo'ldi. Unda da ma'noda o'zgarishlamdi desa, ma'noda qisman o'zgarishlar bo'ldi. Agar biz buni hal qilsaqchi, biz ularga ziyan tatqıcı boğan halette bir maymun bulap ketinglar degan bo'ldi. Agar ikkinchi xabar qilsak, biz ularga sizlar maymun bulap ketinglar, ziyan tatqıcı bulap ketinglar degan bo'ladi. Agar biz buni mushu xasinni qirdatanning sifati qilsakchi, biz ularga har maymun bo'lib ketinglar, ziyon tatitgan maymun bo'lib ketinglar degan ma'noda o'zgarishlar bo'ladi. Endi bu jumlaning umumini qalasak, balki alimtum allazina atadaw minkum bisabti alimtum bu shu qasamning taqdir qilingan qasamning javobi kelgan jumla. Yani bayon dedik-ku, laqad vallahi qad alimtum degan bo'ldi. Qasmi muqaddarning badab qalatgan qasamning javobi. I'tadaw bu allazina degan maf'ulun bihi bo'lib kelgan allazinninki degan ism mavsulning o'lanma jumlasi. Qulna faqulna lahum kunu qirdatan xazin. Qulna bu i'tadaw degan jumlaga atba. Kunu qirdatan xasin bu qulna degan fil mazinin cümleden kelgan maf'ulun bi deb qaraymiz. Faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Faj'alna yani biz o mesxini yani ularning maymunga o'zgartirib ketishini yoki ularning maymunga o'zgartirishni iborat jazoni nakalan qildik, bir ibrat qildik. Kimlar uchun? Lima bayni yadayha. Şu qavmlarning ularning oldidagi kishilar uchun degan gap, ya'ni shularning oldidigimiz shular bilan birga yashayotgan shu davrdagi zamondosh bo'lgan kishilar uchun. Mayli shularning qashdi bo'lmasimi, ya'ni shular bilan qo'shnilar
lekin ularning qilganini qilmagan yoki shu davrda yashagan xabarlar uni tutgan zamondosh kishilar uchun ibrat qildik. Va ma xalfaha va ulardan keyingi avlodlar uchunmi buni bir ibrat qildik. Mushundaq bir ish yurib ekan, diqqat qilinglar deydigan bir. Va mau'izatan lil muttaqin, taqvodorlar uchun pand nasihat qildik dedi. Endi faja'alnaha deki ja'ala fa huruful atba ja'alnaha degan jumla beshtiki faqunna degan jumlaga bo'ladi. Ja'ala fil na uni ja'ala fil sukun mabni bu na fa'il ha maf'ulun bih. Birinci mef'ulun bi, nekalen ikinci mef'ulun bi. Yani feca'alnaha'daki zemirini bayan degende, bu kalamdan düşünülgen meshi sözge kaytırsak buludu. Lima beyni yedeyha, ula zamandaş kişiler üçün boğan bir ibret kıldık bunu. Ve onun ki kelgüsü dikitkan kişilerinin bir ibreti kıldık. Zamandaş kişilerinin bir ibreti kıldık ve ondan kişilerinin bir ibreti kıldık desek lima car mecur nekalanının nemsi oldu, süpti oldu. Beyne muzab yedeyha şu beyne muzab yedey muzab ile yedey muzab hazım muzab ile olup bu zarb. Yani bulup mahzub kula kadar olup bu ma degen isim mevsulunun silisi. Ve ma halpaha mesela ma halpaha ma beyne yedeyhaga et buludu. Hem de mev'izeten bunun bulduğu olsa nekalenge etbe. Yani muttaqilerge o meshini zamandaş ve kin tutkan kişilerge ibret kıldık, kişilerinin ibret kıldık ve muttaqili kişilerinin pendi nasihati kıldık. Muttaqi kişiler için bir nasihat kıldık. Yani lil muttaqin mev'izetennin süpti oldu. Car mecrun kegen süpti. İnafs isimli cümle ismi yavlen süperlik oldu. Cümle fi'li yavlen süperlik oldu. Şibil cümle yani car mecrulen yaki zareptin düzgün izafelik bir ulen süperlik oldu. Ve şundaklı beşincisi inafs isimli inafsiz mufret isimle ulen süperlik oldu. İnafs isim beşkil şekil ulen süperlik. Ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.